Keyingisi yana bitta sekvens integral. Bu misollarni qo'yayotganim sababi kontraktda ham, scholarshipda ham kelgan misollardan. Bunda ham limit ekan. Okey. Cheksizni qo'yishga harakat qilib ko'rmang, chunki baribir cheksiz qo'yadigan bo'lsangiz buni hisoblay olmaysiz. 0 ham deya olmaymiz, chunki x 0 va 1 orasida bo'lgan cheksizning darajasi 0 bo'lib ketadi desak xato bo'ladi. Okey. Integralni hisoblashga harakat qilib ko'ramiz. Qanday hisoblaymiz uni? IBP ni ko'rganmiz. Agar x bilan ln x kelsa, buni doim IBP ga ishlatsak bo'ladi. Keyin x bilan sinus x ni darajasi yoki ikki xil funksiyalar kelganda doim IBP ni ishlatish kerak. Ikkita option bor, yo buni olib kirishimiz kerak, yo buni olib kirishimiz kerak, to'g'rimi? Bu endi experience ga bog'liq. Qaysi bir, agar ln x ni olib kiraman desangiz, murakkablashib ketadi. Buni olib kiramiz desangiz, osonlashadi. Okey? Demak, an buni boshlang'ichi nima bo'ladi? Taqsim n plus 1 bu yoqqa chiqadi. Barabar x n plus 1. Mana shu. Okey. IBP ishlataman, buni ko'paytirib. Xo'p. Taqsim n plus 1 x n plus 1 ln x 0 1. Okey, minus n plus 1. Ikkalasini o'rnini almashtiramiz. xn plus 1 va ln x ni hosil olib chiqadigan bo'lsak, 1 taqsim x. xn plus 1 qolar ekan. xn o'zi. Mana shu. Okey. Teng. Mana buni hisoblaylik. 1 ni qo'yganimizda 0 bo'lib ketyapti. 0 ni qo'yganimizda o'ylashingiz mumkin, bu 0 bo'lib ketyapti, lekin ln 0 mavjud emas-ku deb. Kimdir tushuntirib bera oladimi shu yerda? Nima bo'layotgan? Qaysi formulaga asoslanib bo'ldi? Okey. Buni IBP topikda o'tganmiz. Ya'ni ma'nosi integration by parts degani o'zbekchada bo'laklab integrallash. Misol uchun sizda fx de jx ko'rinishda integral turibdi deylik. Buni bunday yozib olsanglar bo'ladi. F ko'paytirilgan jx, buni ko'paytirdim. Bu yerda ham minus ikkalasini o'rnini almashtirasizlar. Mana shu. Okey. Hop. Mana bu yerda kim tushuntirib beradi? 1 ni qo'ysang 0 bo'lib ketyapti, 0 ni qo'ysang bo'ladimi? Aniqlanmagan-ku edi. Lekin x n darajasi n plus 1 ga qo'ysak, baribir 0 bo'lib ketadi-yu. To'g'ri, lekin mana bu chi baribir aniqlanmagan-ku. Bu yerda hidden sign bor. Aslida mana bu 0 emas, 0 plus. Okey? 0 plus limitini oladigan bo'lsangiz, bu 0 plus qo'yadigan bo'lsangiz, qanaqadir kichkina kattaroq son chiqadi, to'g'rimi? Misol uchun 0 0 0 0 1 ni qo'yadigan bo'lsangiz, bu qanaqa ln ni hisoblasangiz son chiqadi. Bu 0. 0 ko'paytirilgan, bu baribir 0 bo'lib ketadi. Limit bilan ham hisoblab qo'ysanglar bo'ladi. O'zi aslida integralni boundarylari limitlar hisoblanadi bular. Misol uchun bu 0 emas, aslida 0 plus. Okey? Shuning uchun bu 0 bo'lib ketdi. Okey. Endi bu yerda oddiy darajani integrali yana xn plus 1 minus 1 taqsim n plus 1 ni kvadrat qoladimi? Hop. Endi limitga qo'yamiz. n square ni ko'paytirsak, n square 2n plus 1 minus n square bo'lingan n square.